Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston tumani fuqarolari va tumanimiz mehmonlari. 2025-yil 3-yanvar kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan 2025-yil respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarori qabul qilingan bo'lib, unda 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilanganligi, aholining huquqiy ongi, ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyatini oshirish, jinoyat sodir etilishiga sabab bo'lgan ijtimoiy muammolarni hal etishga jamoatchilik vakillari, nuroniylar va mahalla faollari keng jalb etib borish belgilangan. Bundan tashqari mahallalarni jinoyatdan xoli hududlarga aylantirish, mahallalarda video kuzatuv vositalari orqali raqamlashtirish, ko'chalarni yoritish, ichki ishlar organlarining qo'riqlash bo'limlari orqali qo'riqlovga olish, yo'llarda svetofor, yo'l chizmalari, piyodalar yo'laklari va yo'l harakati qoidalari belgilarini o'rnatishga alohida urg'u berilgan. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, barham berish maqsadida tumanimizning ko'cha jamoat joylariga video kuzatuv vositalari o'rnatildi. Tunda yoritilishi sust bo'lgan ko'chalar yoritildi. Ko'plab xonadon va savdo raslari qo'riqlovga olindi. Chorrahalarga svetoforlar o'rnatildi. Maktab oldilaridagi piyodalar o'tish yo'laklari va yo'l chiziqlari yangilandi. Xodimlarning mas'uliyati oshirildi. Tungi xizmatlar kuchaytirildi. Buning natijasida 2025-yil 5 oy davomida 70 ta mahallalardan 48 ta jinoyatlar sodir etilmasligiga erishildi. Lekin qolgan 25 ta mahallalarda jinoyat sodir etilishiga, ayrimlarda salmoq oshib ketishiga yo'l qo'yildi. Eng achinarlisi tan jarohati yetkazish, oilaviy zo'ravonlik, bank plastik kartasi bilan bog'liq o'g'irlik va firibgarlik kabi og'ir jinoyatlarning salmog'i kundan kunga oshib borayotganligi hammamizni tashvishga solmoqda. Bugungi rivojlangan davrda axborot texnologiyalari yordamida sodir etilayotgan jinoyatlar keskin ortib bormoqda. Achinarlisi, aksariyat hollarda fuqarolarning o'zlari jinoyatchilarga osongina aldanib qolib, ijtimoiy tarmoqlar orqali kelgan yolg'on ilovalarni yuklab olganligi orqali mablag'larni topshirib qo'yishmoqda. Prezidentimizning qarorlari bilan ichki ishlar va prokuratura organlari tizimida kibr maskandagi jinoyatlarga qarshi kurashish maxsus bo'limlari tuzildi. Farg'ona viloyatida ham bu tuzilmalar o'z ishini boshladi. Davlat rahbarining qaroriga asosan hududlarda kirmagan vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlar yo'lga qo'yildi. Bunda kirmagan vaziyatda og'ir mahallalarning jinoyat o'choqlari joyida o'rganilmoqda. Misol uchun tuman mahallalarda sodir etilgan 72 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sabablari tahlil qilinib, mahalla faollari jalb qilingan holda jinoyatlarni barvaqt oldini olish tizimi yo'lga qo'yildi. Jinoyatlar sodir bo'lishiga oilaviy, maishiy muammolar asosiy sabab bo'lganligi aniqlandi. Shu sababli notinch, ajrim yoqasidagi oilalarning mavjud muammolarini bartaraf etish bo'yicha idoralar va keng jamoatchilikni jalb qildik. Yana bir muhim masala, 2025-yilning o'tgan davrida jami 12 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, ularning aksariyati haydovchilarning shoshilganligi tufayli belgilangan oddiy qoidalarga rioya qilmaganligi oqibatida sodir etilgan. Endilikda har bir yo'l transport hodisasi diqqat markazimizda bo'ladi. Hurmatli fuqarolar, prezidentimiz talab qilayotgan jinoyatlarning oqibatlari emas, ularning sabablarini, huquqbuzarliklarga imkon beruvchi shart-sharoitlarni bartaraf qilishni ustuvor vazifa deb xalq bilan birgalikda harakat qilishimiz kerak. Video murojaatimning yakunida sizlardan yuqorida aytib o'tilgan jinoyatlar qurboni bo'lib qolmaslik yoki shu kabi jinoyatlar sodir etishga o'zlaringiz sababchi bo'lib qolmasliklaringizni so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.